call center sohasi haqida to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Men savol o'qib boshlab ketsam bo'ladimi? Ijtimoiy tarmoqda faollikni yo'qotganman. Nega meni kuzatishingiz kerak degan savolga javob berib ketaman. Mashaq tugating oxirini. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq ahli. Ismim Babayev Xudoyor. Sotuv sohasi bo'yicha mutaxassisman. Aynan B2C направление, ya'ni call center orqali sotuv sohasi mutaxassisman. Bir necha yil bo'ldiki, ijtimoiy tarmoqda faollikni yo'qotganman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hozir kunda yangi komanda bilan, yangi maqsadlar bilan, aniq maqsadlar bilan Xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarga yana qaytyapman. Meni birinchi marta ko'rib turgan insonlar uchun nega meni kuzatishingiz kerak degan savolga javob berib ketaman. Meni blogimda sotuv sohasi, ya'ni call center orqali sotuv sohasida qanday rivojlansa bo'ladi, qanday xatolar uchrab turadi, necha pul topsa bo'ladi, umuman olganda call center sohasi haqida to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik.